Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Rostov-na-Donu Toshkent, Saratov Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar, Rostov-na-Donu, Saratov shaharlarida ishlab yurgan hamyurtlarimiz hamda Tojikiston fuqarolari uchun qulay va ishonchli bo'lgan avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan Mariupol, Donetsk, Lugansk shaharlaridan ham bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 965 049 69 69. O'zbekiston raqamimiz esa 99lik kodi bilan 314 0676 raqamlari orqali bog'lanib o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Dokumentida muammosi bor vatandoshlarimiz esa muammosiz olib ketamiz. Sizlar ham bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizlar uchun joy yozdirsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar aziz vatandoshlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Tanlovda adashmanglar.